Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz podpisчиклар. Bugun video obzor Samarqand Seliski meva, cheva, sabzavot optim bozori. Do'stlar, kanalga yangi kirganlar bo'lsa, obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa, kommentarlarga yozinglar, like bosishni unutmanglar. Bu safargi video obzorimiz nima haqida bo'lishini kommentarga yozib qo'yinglar. O'sha haqida video obzor qilaman. Bozor adres Qarshi-Quruq yo'lida. 12 ming, 10 mingga. Hamdor Rozive 14 mingdan. Bo'lishi nech pul? 13 ming. Nech pul ekan Rozive? 13 ming, 14 mingga. Ular 10 mingdan. Rozive. Nech pul ekan? 9,5 mesga so'rab o'tirmayman. 10,5? Rozive 12 ming ekan. 5 mingdan Rozive 9 ming. Maydasi. Ular 13 mingdan. Qizil pomidor. Rozive taxta yashik 15 ming. Bunisi 14 ming. Bodring bugun 75 ming ekan. Pomidor Rozive 11 mingga 9 ming. Qizil pomidor 10 ming 11 ming. Qizil pomidorlar 11 ming so'm. Aksiya bo'lyapti. Aksiyami? Nech pul aksiya? 11 ming so'm. Bu yerda qovun tarvuz bozori. Bizlar Bodringga boramiz. Bodringlar nech puldan ekan? Do'stlar, yangi kanalga kirganlar obuna bo'linglar. Sizlar uchun qiziq bo'lsa har hafta video obzor chiqaman. Nech pul ekan bodring? Bodring aka 70 deb qo'ydi. Bodring Orzu 70 ming. Yana tushadimi? 63 bo'lar aka. 63, 65. 65, 65. 30 kiloli. Nech pul ekan hamdor? Menga 12 11 yarim beryapti. Bolgarchi? Bolgarisi 11 ming so'm. 11 ming so'm. Qizil pomidor. Bodring bozor. Bodring nech pul ekan? Aka 20 ming aka bo'ladi. 20 ming. Ne standartlar? Ha. 20 ming, 40 ming. Nech pul ekan? Kilomi? Kiloga nech pul, qopga nech pul? Kilo 10 ming kiloga. Qopga 80 ming. 80 ming qopga. Meva bozor. Meva bozor. Zoldiri nech pul ekan bugun? 10 mingdan zoldiri. Olmacha, bahor olmasi 15 mingdan. Data shu. Zoldiri 8 mingga 14 ming. Huzuri. Olmachalar 8 mingdan kilosi. Malina nech pul ekan? 30 ming. Nech kiloli? 2 kiloli malina 30 mingdan. Kilosi 30 mingmi? Kilosi 30 mingdan ekan. Gelos 15 ming. Shaftolilar 30 mingdan. Nech pul ekan? Anjir shoftoli aka 20 ming kam. 20 ming anjir shaftoli. Mana qarang aka. O'rik nech pul? O'riklar 4 ming. 4 ming kilosimi? Olmacha nech pul? 8,5 ha? Arzon bo'libdi. Buchi zoldiri o'rik 14 mingga. Ko'k sulton zo'ri 10 ming so'm. Gelos bozor. Gelos nech pul ekan?
Kilosu 23 ming. 23 ming. 20 mingdan, Napoleon 30 mingdan. Zaldori necha pul ekan? 11 mingdan. Geloschi? Bizda 8 mingdan. 8 mingdan gelos. 11 ming zaldori. Berasmi 15? Bu necha pul ekan? 20 ming. Sariq 15 ming. 20 ming qizil. Ko'ksulton necha pul? 10 mingga men kelishtirib beraman. Geloschi? 300 ming. 30 ming ha. Bularchi necha puldan? 20 ming, 18 ming so'm. 30 ming, 18 ming, 20 ming. Gelos bozor. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Narx-navo qimmatmi, arzonmi kommentariyaga yozib qo'yinglar. Tarvuz bozor. Yomg'ir mayda-mayda kelyapti. Qon necha puldan bo'ldi? 4,5. Kilosimi, donasimi? Kilosi 4,5 ming. Nechi pul ekan? 69 ming. 69 yarım, 69. Tarvuz necha puldan bo'ldi? Kiloga 18 deyapmiz. 1800 mi? Ha. Arzon bo'pti-ya? Kechagi safar 2 kun oldin 3000 edi. 1800 kilosi. Qovun necha pul? 5 ming. Kilosimi, donasimi? Donasi 5 mingdan qovunlar. 4 mingdan beradilar. 3 ta 10 mingdan. Bugun arzon bo'pti-ya, kechagidan. Tarvuzlar 1700 dan kilosi. Arzon bo'pti. Ha, tarvuzlar rasprodaja bo'lyapti. Donasi 17 mingdan. Bumi? Bu YouTube'ga ketadi. 30-may. Tarvuzlar donaga 17 ming, kiloga ham 17 ming. Donaga ham, kiloga ham. Nech puldan? Donaga nech pul, kiloga nech pul? 15 deyapsiz, kiloga 1800 qo'yib beramiz. Ha. Ana, bu kishi yana rasprodaja qilib yubordi. 15 ming dedi. Tarvuz. Nech puldan bo'ldi? 10 ming. Donabaymi? Yo'q. Donabay 10 mingdan ekan bu yoqda. Nechta beka? 480 aka. Pastaki, pastaki. Donami? 4800 dan. Ona ne aka? Ha, Kilo. kilosi 4800 mi? Ha. Bular nech puldan ekan? Qayerdan kerak? Donasimi? Donasi 5000 so'mga olaylik, xohlaganingizni tanlab olaylik. O'zingiz tanlab o'zingiz oling. Handalakning kilosi 7000 ha? Bunisichi qovun? 6 ming kelishtirgan. Ko'kalaposh ham chiqibdi. 10 mingdan donasi. 9-may piyoz bozori. Piyoz nech pul? 2,5 ming. Nech puldan berasiz bir qo'q bo'lsa? 2,5 ming. Piyoz nech pul ekan? 2300 chirigan ekan. Chirigan ekan. Nech pul ekan piyoz? 2,5 aka. Tugashiga. Do'stlar, kanalga yangi kirganlar obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga qo'yinglar.
Qimmatmi, arzonmi yozib qo'yinglar. Samarqandga arzonmi, qimmatmi? Nech pul ekan? 800. 2800. 2,5 ming. Qimmat-ku Muruz? Qimmat bugun. Piyoz nech puldan? Ha? Bo'lishi nech pul? 3000 dan katta ekan. Arzon bo'lmaydimi? 2,5 bo'lmaydimi? Ikki ming 800 dan. Tarozga qo'yish. Katta atvorni. Qanday ekan? 1200. 1300. 300 dan karam. Karam 1000 so'mdan. Kilosi. Lavlagi 3000 dan. Karam bozor. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, podpiska, like bosishni unutmanglar. Narx-navo arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kabachki nech pul ekan? 4,5 dan kabachki. 4,5 dan ekan kabachki. Suyutnoy kapusta 10 ming. 10 ming, 9 ming, 8 ming. Suyutnoy kapusta 3 xil narxi. 10 ming, 9 ming, 8 ming. Buchi Pekin? Pekin 5 ming. Pekin 5 ming. Kabachki nech pul? Kabachkina 5 ming deyapman. 5 ming kabachki. Baklajon 10 ming dan. Bilay. Qancha bo'lib bizlar? Beribdi klientga. Karam 800 so'm maydasi. Chesnok nech pul ekan? Qaysilar? Aka. Ana shundan 2 kilo qo'yaylik. Bu men beraman dedi. O'ylanaman 8 ming deyman. 8 ming 7 ming maydarog'i. Unisichi? Mayda. Mishok 20 mingmi? Kilosi. Kilosimi? Kilosi 20 ming. 10 kilochisi 200 ming. Karam baklajon kabachki bozori. Karamlar 800 so'mga ham bor ekan. 800 so'm, 1000 so'm, 1,5 ming, 2 ming narxlari. Kartoshkalar maydasi 4 ming, 3800. Kattarog'i 5 ming, 5300, 5,5 ming. Har xil. Qizil, oq kartoshkalar. Savzi bozor. Savzilar bugun qimmat. Savzilar nech puldan kilosi? 6,5 ming. Xaltaga 6,5 ming savzilar. Savzi bozor. Qizil savzi nech pul? 6,5. Savzilar qimmat bo'libdi. Nech puldan savzilar? Qizil nech pul, sariq nech pul? 5,5 ming. Sariqchi? 7,800. Qopga. Yangi savzi 10 mingdan ekan. Bularchi? Yuvilgani? 8 mingdan ha. Kartoshkalar nech puldan? Kartoshkalar 5,5 ming, 6 ming. 5,5 ming, 6 ming kartoshkalar. Qizil nech pul? Ular 32 ming, 30 ming. Bedona tuxumi nech pul? 8 ming bedona tuxumi. Tuxumlar 40 ming, 38 ming, 35 ming, 30 ming, 8 ming, 17 ming mosh. Naqdlar 22 mingdan 30 minggacha. Zo'r 30 ming naqd. 7 mingdan 22 minggacha guruchlar.
7000 oqshoq. Bozori. Bodomlar nech puldan aka? 55 mingdan 150 minggacha. 55 mingdan 150 minggacha bor. Halvachalar nech pul? Ona 20 ming so'm. Bunisichi? Bunisi 25. Yer yong'oq. Donak sho'rak. Ulan şöyle 15 mingdan 50 minggacha bu. 15 mingdan 50 minggacha. Bodom nimasichi? Sho'rlanganlari 95 ming. 95 ming. Pistalar nech pullar? Sizlar 110 mingdan 200 minggacha. Bu yer Optum ha? Ha, optim. Yana kelishida beramiz bularni. Ha, telefon raqam qo'yamizmi? Agar nechi? 91lik 91lik 534 534 28 28 17. 17. Bozorga Optuve shularniki. Kelib, yana kelishib olsalaringiz bo'ladi. Mana Optuve bu brendlari, telefon raqamlari, Samarqandning Liboy joyiga dastavkalari bor. Bu ikkinchi raqam. Ikkovi bitta raqam ekan. Bilan video obzorchamiz ham nihoyasiga yetdi. Endi bozorni aylanaman desa, ertalab kirib kechqurungacha aylanish kerak. Katta bozor. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Nima fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sizlar uchun Sardor O'zbekiston video obzor qildi. Salomat bo'linglar.